Bəxtlik nikahның sirləri. Mən urug' tuqqan və dostlarımdan ularning nikah turmushining muvaffaqiyatli bo'lishining sirlarini o'qirmanlarim bilan o'rtoqlashishni o'tingan edim. Ularning qayturgan oqilona javoblaridan to'liq hayajonlandim. Ishinamanki, ömürlük hamda baxtlik nikah turmushining bu sirlarini o'qishdan cho'qim huzurlanasiz. To'y qilg'iniga bir hafta bo'lganlar mundaq deydi. Erim ikkimiz kulishni yaxshi ko'ramiz. Biz bir-birimizga doim tabassum ham kulimsirab turib muomala qilamiz. Ruhimizni tetik tutishga hamda mumkin qadar kundalik xizmat, turmush besimini bak jiddiga olmaslikka tirishimiz. Biror jiddiy masala ustida so'zlashishga to'g'ri kelganda har ikkimiz o'ltirib paranglashga vaqt ajratamiz. Har ikkimiz o'z fikrimizni o'tirg'a qo'yib bo'lgandan keyin birlikda hal qilish chorasi izlaymiz. To'y qilg'iniga 2,5 yil bo'lganlar. Meningcha, hamisha rostchil bo'lish va jo'risi bilan chin his tuyg'usini o'rtoqlashish bakmo muhim. Shundoq bo'lganda salbiy hissiyotlar yig'ilib qilib, keraksiz talash-tortishga sabab bo'lib qilishdan saqlanғалы bo'ladi. Undan boshqa, yana jo'ringizni qo'llashmo muhim. Shundoq qilsangiz, jo'ringiz uzluksiz o'sib yetiladi. To'y qilg'iniga 8 yil bo'lganlar. Ayolim bilan ikkimizning ikkinchi turmushimiz hisoblanadi. Meningcha, o'zaro fikr almashtirish, qarish tarafga e'tiborsiz qarayotgandek xato tuyg'u berib qo'ymaslik bakmo muhim. Burunqi turmushimizga ta'sir ko'rsatgan ushaq ishlar, masalan, uy ishlari, men bu ishni qilgandan keyin, shu sizmi u ishni qilishingiz kerak degandek gap so'zlarning turmushimizga ta'sir ko'rsatishiga yo'l qo'ymadik. Faqat qilishga tegishli ishlarni qildik. Chunki har ikkimizmi xizmat, turmush va bolalarimiz bilan aldirash. Kunni degudek chin ko'nglimizdan chiqarib, men sizni suyman deb turish va shunda qilishga tirishimiz. To'y qilg'iniga 8 yil bo'lganlar yana mundaq deydi. Meningcha, baxtlik nikoh turmushida ochiq yo'riq paranglashish va ishonish hammadan muhim. To'y qilg'iniga 12 yil bo'lganlar. Baxtlik nikohimizning eng muhim tarkiblarining biri kulga. Erim men biladigan eng qiziqchi odam. Talash tartishimizning qanchalik keskin bo'lishidan qat'iy nazar, uning yumorliq gaplari meni tinchlandira oladi. Bizning uydan kulki ovozi uzilmaydi. Ko'nlar kulki eng yaxshi dora deydi ekan. Meningcha haqiqatan shundoq. To'y qilg'iniga 12 yil bo'lganlar yana mundaq deydi. Erim bilan ikkimiz bir-birimizni qattiq hurmat qilamiz. Hamda uy ichi va sirtidagi majburiyatlarimiz jihatdimi. To'y qilg'iniga 13 yil bo'lganlar. Bir-birimizga va nikohimizga butunlay sodiq, bir-birimizni cho'nqur yaxshi ko'ramiz. Bir-birimizni hurmatlaymiz va vaqti kelganda murassama qilamiz. To'y qilg'iniga 13 yil bo'lganlar yana mundaq deydi. Ikkimiz eng yaxshi do'stlardan. Ayda kam deganda bir qitim kashlik uchrashishga chiqamiz. Hamisha bir-birimizga bo'lgan sevgimizni izhor qilib turamiz. Hatto telefondagi qisqa so'zlashishda bo'lsin. To'y qilg'iniga 15 yil bo'lganlar. Qarish tarafga hamisha qayta boshlash fursati bering. Ba'zida talash tartishlar tezlik xato yo'linishga akitib qoladi. Bundaq chaqda darhol to'xtatib olib qayta boshlang. Haqiqatan boshdan boshlagan vaqtingizda xatoligingizni tuzitish fursati bo'lganligini payqaysiz. Shuning bilan birga jo'ringizning shunday qilishiga yo'l qo'ying. To'y qilg'iniga 16 yil bo'lganlar. Nikoh turmushi munosabatlarni uzluksiz yangilab turadi. Xizmat, oila, vaqt va pul masalalari turmushingizda paydo bo'lishga boshlagandan tortib, bu masalalarni hal qilishga tirishchanlik ko'rsatishingiz kerak. Diqqatingiz ko'proq jo'ringizning ortiqchiliklarida bo'lsin. Hargiz kamchilikida emas. To'y qilg'iniga 25 yil bo'lganlar. Jo'ringizning to'lagan badallariga shundoq bo'lish kerakdek sal qaramang. Nikoh turmushi hamisha ko'nglingizdagidek go'zal o'tavermaydi. Buning uchun yillarcha ajr qilishingiz kerak. Hatto siz ota-ona bo'lgandan keyinmi xotin bo'lish uchun vaqt chiqarishni hargiz unutib qolmang. To'y qilg'iniga 25 yil bo'lganlar yana mundaq deydi. Ma'lum ishlarda yoki xarakteringlarda o'rtaq qiziqishinglarning bo'lishiga kafolatlik qiling. Navoda hech qanday o'rtoqliklar bo'lmasa, bolalar cho'ng bo'lib uydan ayrilgandan keyin o'zingizni yo'qotib qo'ygandek his qilasiz. To'y qilg'iniga 27 yil bo'lganlar. Nikoh turmushi xuddi xizmatga o'xshaydi. Ba'zida o'ngishliq bo'lsa, ba'zida peshkanlikka uchrab turadigan gap. Ammo qarish tarafning yurak so'qishiga quloq silib, sabrchan bo'lsangiz, hamma ishlaringiz yaxshi bo'ladi. To'y qilg'iniga 28 yil bo'lganlar. Meningcha bizning nikoh turmushimizdagi maxfiyatligimiz bo'lsa, bir-birimizga o'z ishlarimizni qiladigan yetarlik bo'shliq berish.
Biz hamisha hamma ishni birlikda qilmaymiz. Bunday qilish bizning turmushimizga mos keldi. To'y qilganiga 33 yil bo'lganlar. Baxtlik nikoh turmushining sehrlik formulasi bo'lmaydi. Shundaqla har qanday dona maslahatlarmi ko'ngillik oila barpo qilishga yordam berolmaydi. Aksicha, nikoh turmushi mukammal bo'lmagan ikki odamning uzluksiz sinoq qilish va xatoliklarni tuzatish orqali o'zlariga muvofiq keladigan turmush andizasini tepib chiqishi hisoblanadi. Ammo masalalar bilan qulaysizliklar o'rtasida farq borligini hamisha esingizda tuting. Nurg'un munosabatlarning buzilishiga sabab kishilarning bu farqni nazardan soqit qilganligidan bo'ladi. Yana bir nuqta shuki, ko'pincha vaqtlarda ayol ikkili taraf yoki bir taraf ayrilib ketishni xohlaydi. Mubodo sizda shunday hissiyat paydo bo'lib qolgan bo'lsa, osonlikcha qo'yib etmang. Nikoh turmushi qadrlashga arziydi. To'y qilganiga 43 yil bo'lganlar. Bizning maxfiyatligimiz söyüş, do'stlik, hurmat, sabrchanlik, rostchilik hamda bir-birimizning ehtiyojini tushunish. To'y qilganiga 55 yil bo'lganlar. Biz ham er-xotin ham eng yaxshi do'stlardan. Biz har kun uxlashdan burun "Men sizni so'yman" demasdan uxlab qolmaymiz. Mening taklifimga javob qaytargan barliq esil do'stlarimga rahmat aytmoqchiman. Sizlarning dana so'zlaringlar intayin qimmatli bo'lib, ba'zi kishilar uchun cho'qim tepilg'usiz angishtar bo'lishi mumkin. Baxtli nikohning sirlarini o'rtoqlashish yangi yilni boshlashning eng yaxshi usuli.